O'lim asli go'zaldir, parda ortidan xabar. Go'zal bo'lmasa vafot etarmidi payg'ambar? Ko'rishguncha endi oxiratgacha, xalq seni ortingdan yig'ladi ancha. لو كان نسيم عايش في جراح عايش في جراح لو كان حب يولني لو كان ذنب O'razmatova Orzugul Najmiddin qizi 21 yoshda ayanchli avariya tufayli voqea joyida vafot etdi. Jizzaxlik yoshgina bloger qizimiz 21 yoshida olamdan o'tibdi. Yaqinlariga, ota-onalarga sabr tilaymiz. Aziz do'stlar, yo'llarda ehtiyot bo'linglar. Har qanday holat bo'lishligi mumkin. Avtomobil haydaganingizda, yurganingizda ham ehtiyot bo'ling. Farzandlaringizga ham juda ham ehtiyot bo'ling do'stlar.